Assalomu alaykum, Umid Rashid kanali kuzatuvchilari. Bugun biz yana qurilishga qaytdik avtosalonlardan keyin. Har doim chiqarib boriladigan Qizilqlik To'lqin akamizda gipki kamin mahsulotlardan bitgan xonadonimiz bu safargisi Qumqo'rg'on Makedonda bo'ladi. Ya'ni o'zimizda qadrdon akamiz Ulug'bek akamiz xonadonida. 275 mi, 175 mi? 175. 175 kvadrat uyda atrofini chiroyli qilib gipki kamin qilishgan. Hozir men sizlarga chiroyli qilib uylarni ko'rsatishdan tashqari mana shu xonadon egasi Ulug'bek akamiz o'zimizda obunachimiz ekanlar. Qisqacha fikrlarini mana shu fasad haqida so'ramoqchiman va agar sizlar ham xohlasalaringiz pastdagi nomerlar orqali aloqaga chiqib Surxondaryo bo'yicha, Tojikiston bo'yicha va Qashqadaryo, Samarqand bo'yicha mana shunday gipki kamin mahsulotlar qildirishingiz mumkin. Videoni boshlashdan oldin bir dona like bosib qo'yasiz va videoni yo'qotib qo'ymasligincha albatta podpiska tugmasini bosib qo'yasiz. Biz videolarimizni boshladik. Mana akalarimiz ham yerda turibdi. Usta aka, hamma assalomu alaykum. Umidjon qalaysiz? Assalomu alaykum Ulug'bek aka. Zo'rmisiz? Sizlar zo'rmi? Yaxshi keldilarizmi? Rahmat. Ulug'bek aka, Sizni ko'rib Rossiyadan videolaringizni ko'rib, mana shu gipki kaminlar chiqarayotganlaringizni ko'rib, nasib qilib o'qigandik. Niyat qilgan ekan bu ukamiz ham Niyat Rossiyadan qilgandik, mana keldik. Haqiqatan ham mana qildirdik uyda, Xudoga shukr, yaxshi. qanday bo'ldi ishlar? Endi bo'ladi, negativlar ham bo'lib turibdi. Xudoga shukr, yaxshi. Rozimiz ulardan ham xursandmiz. Chunki negativ bo'lishi kerak. Qisman o'zimizda aybimizni yoki To'lqin akamiz ham kamchiliklarni to'ldirib borish uchun. shunday. Qanaqa bo'ldi ishlar? Hozir uzoqdan ko'rdim, haqiqatan ham yaxshi. Mana kadrlarda qo'yib boryapsiz. Tunkafon ham zo'r bo'lgan, uy fasadlari, kafelar hammasi kollaboratsiyaga kirib zo'r bo'ldi. Yaxshi aka. Bitgan. Bitta mana orada sovuqda ishimiz to'xtab qoldi. Mana sovuqdan keyin bitirib berdi. Yaxshi. Bizga yoqdi. O'zingiz tanlagan fasad. Ha, o'zimiz tanlagan fasad. Fasonlarni tanladingiz. Qanchadan bitdi? O'pish. 95 mingdan qilib berdik bu ukamizga. Endi nimasi obyomi ham sal maydaroq, ham devorda ham ozroq ishi bo'lganligi uchun 95 mingdan qilib berdik. Yomon emas. Zo'r bo'libdi. 175 kvadrat. 175 kvadrat. Endi bu qanday fason deyiladi? Bu endi 3D desa ham bo'ladi. 3 xil rangda urilgan. Mana sariq, seri, qora 3D desa ham bo'ladi. O'zi bu fasondan ham ko'p ishlaganmiz-ku, chiqarganmiz. Endi bu yil o'tgan 25-yilda ko'proq oq fasonlar ishladik. Endi Ulug'bek Rossiyadan kuzatib yurar ekan, necha yillardan beri shu fasonni tanladi, shu fasonni qilib berdik. Lekin tunikafon mokriga oq, o'rtasida bunday nimalari bor. Shunday mokriy svet I sokil kafel qora, sokil qora kafel. devor bilan kollaboratsiyaga kirib, vashshi zo'r bo'lgan. Bir-biriga vashshi oshib turibdi. Kadrlar qo'yib boramiz. Yaxshi. Ulug'bek aka chotki bo'ldimi? Kamchilik yo'qmi? Kamchiligini yozaverasiz aka, to'g'rilab boramiz. Endi aka nomeri bor. Ha, biz shu yerda. Mana shu yerda. Garantiyalari bor. O'zi haftasiga 2-3 marta shu yerda o'tamiz mana ko'chadan. O'zi asosiy ko'p obunachilarimizda Chorvaga qiziqadiganlar ko'pi shu Qumqo'rg'on, Jarqo'rg'on Telegram kanalimizda ham reklamalar asosan shu yerdan. Zo'r gap yo'q. Bo'lmasa bitta qisqacha tushuntiraylik narxlari, mahsulotlarni. Bo'lmasa tashqi fasaddan bitta ko'rsatamiz. Tashqaridan boshlaymiz. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Umid Rashidov kanali obunachilari hamda bizni doimiy kuzatib boruvchilar. Mana bugun Umidjon bilan Qumqo'rg'on tumaniga keldik, Makedon degan joyga. Ya'ni shu gipki kamin fasad aboylarimizdan bitirib bergan uyimiz, bu uyimiz ham yaqinda bitdi, 3-4 kun bo'ldi. Yangi yildan keyin qilib berdik. Orada qorli pagodalar bo'ldi, to'xtalishlar ham bo'ldi, no baribir bitirib berdik. Zo'r bo'libdi. Har doimgidek shu gipki kamin mahsulotimiz 3 xil fasonda ishladik buni, 3D desa ham bo'ladi. Sariq, seri, qora ranglarda ishladik. Uyda egasini talabiga binoan har doimgidek shu ishlarimiz davom etmoqda. Mana endi bu yilga 26-yilga hozircha birinchi bitgan uyimiz. Hozirgi davom etayotgan uylarimiz ham bor. Endi yaqin kunlarda yana izlarni ulab, endi Xudo xolasa bu yil ko'proq chiqarishga harakat qilamiz uylarimizni. Nasib bo'lsa. Bu yil har xil fasonlarda zakazlar olganmiz. Ishlarimizni boshlab oldik, Xudo xolasa. Endi bu 2026 bilamizki 24, 25 narxlar ko'tarilgani yo'q, naborot tushdi. 26 dan hali ko'tarilmadimi? 26 da ham ko'tarmadik. Shu 90, 95 deb turibmiz. Xudo xolasa endi agar yana biz oladigan xomashalarimizga ham bog'liqda. Agar ular ham sal ko'tarilsa, ko'tarilish ehtimoli ham yo'q emas, bor bu yilga. Endi 4 yildan beri ko'targanimiz yo'q. Endi baribir devor qanaqa edi? Shkatorkani ustidan bo'lganmi bu? Bu shkatorkani ustidan qilib berdik. Shu kafelniklarni urib, fonlarni urib ishlab berdik. Ko'p kishi so'rayapti, endi
Sarosiyodan bilsangiz, penoblokni ustidan urilgan uylar chiqargandik. Ha, chiqargan. O'sha hali ham kommentariy bo'lyapti, kimdir ko'rmagan bo'lishi mumkin. O'rtoqlar, penoblok, gazoblok, loyg'ish, pishgan g'ish, xullas shikato'rkani usti, undan tashqari poxsa bo'ladi. Mana Qumqo'rg'onda ko'proq poxsa. Hammasini ustidan ketaveradi. Bemalol, bexijolat. Agarda siz penoblokdan qurgan bo'lsangiz, penoblokni ustidan shuni o'zlari borib, X-loy kafellarni tortib, birdan gipkamenni qilib berishadi. Uni Shunday. bemalol, bexijolat qildirishingiz mumkin. Yana qo'shimcha ustaga alohida kafelni kley tortishga yoki boshqaga siz pul berib yotish shart emas. Faqat 95 ming bo'lsa, narxida o'zgarish bo'ladi. 2 sloy kafelni kley tortib, ikkita sloy kafelni kley orasi setka taylanadi-da. Tekislanib qilib beriladi. Endi uni ham narxini aytib o'tishimiz kerak. Обязательно u misol shu 2 sloy kafelni kleyi, setkasi, usta haqqi, gipkamenni o'zi yopishtirib, xullas bitirib berishi 120 ming, 125 ming bo'lyapti. Mahsulot kafelni kleyini kim olib beradi? Kafelni kleyni ham o'zimiz olamiz, hammasini. Ichida 120 ming. 120 dan 130 gacha boryapti. pilosi Obyomiga qarab, manziliga qarab pullar bo'lyapti. Shunday. Endi bunday aytganda, penoblok bo'lib turgan uyga u qulayda, shikatorka deyman. Shikatorka bari ilmaydi penoblokka. Boshqa narsa ham qilib bo'lmaydi, trishina tushib ketadi. Setka qo'yib kafelni kley tortamiz, uni yopishtirib beramiz. Hech qanday trishina bildirmaydi. Bunisi ichkarilarni ham bitta ko'rsatamiz. Ko'cha qismi, ichkari qismlardan ham ko'rsatishimiz mumkin. Kadrlarda yana ham qo'yib boramiz. Vo, tunka fondi ham juda ajoyib. Mana bu uyimizning ichkari qismi, mana naveslar, bu tomonlari ham bo'lgan. Mana bu yoqlari bitgan. Shu ko'rib turganingizdek 3 xil rangda 3D fasonda qilingan. Juda ajoyib, chiroyli bo'pti. Bu ukamiz Ulug'bek uyni egasi, xudo xolasa mana shu Rossiyadan keldi. 3-4 yildan beri kuzatib yurar ekan ishlarimizda, kanallarimizda, sizning kanalingizda, biznikida. Niyat qilgan ekan, mana shu fasondan qilib bering aka dedi. Mana uyni egasi Ulug'bek qilib berdik. Bo'ldi aka. Asosiy maqsadimiz o'sha musofirda ishlab yuradiganlarga ko'proq mana shunaqa ma'lumot berish. Agar Hoppa, zo'r bo'ldi, like bosib qo'yasizlar. Chunki musofirda yurganlarda hammasini ham O'zbekistonda yoki uyida dastyor bo'lmaydi-da. Shunday. Kimdadir ayoli bor, kimdir ota-onasi bor, ular bozor yurishga yoki usta qidirib yurishga imkoniyati yo'q. Endi qo'limizdan kelgani bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Biz mana shu buyoq qilib beruvchi, buyoq qildiruvchi ekanlarni dagoriga biz qo'shilmaymiz. Shunchaki biz yoritib beramiz. Fason tanlash, narxini tortishib, talashib, dagor qilish, qanday qildirish u sizlar mana ikki kishining o'zida bo'ladi. Faqat to'g'ri tushuningizlar. Ko'p kishi aytayapti, Umid aka, biz sizni kanalingizdan ko'ruvdik, u yerda, bu yerda. Bemalol siz o'zingiz biz yoritib beramiz. Siz albatta dagorni boshqani qilaverasiz. Unisiga biz aralashmaymiz. O'shanisini faqat to'g'ri tushunish kerak. Bo'lmasa, keyingi obyektimiz qayerda bo'ladi? Keyingi obyektimiz shu Surxon sentrida ham 1 yil oldin qilingan bitta uyimiz bor. Kakras, qanday holatini bilamiz. Ko'rsatib ketaylikchi. 1 yildan keyin qanaqa holatda turibdi? Shuni ham bir ko'rsatib o'tsak yaxshi bo'lar edi. Mutrashevning ish faoliyatiga omad. Kattakon rahmat akajon. Ziyada bo'lsin. Nasib inshaalloh aytganingizcha. Sizga o'xshagan yaxshi mana shunaqa chiroyli fikr bildiradigan va to'g'ri xulosa qiladigan obunachilarimiz ko'paysin. Xudo xolasa biz ham shu tarafdorimiz. Inshaalloh har doim qo'limizdan kelgancha xizmat qilyapmiz. Imkon qadar minusimiz ham bor. Endi iloji yo'q, faqat plyusda yura olmaymiz. Shunday. Rahmat aytib uchun hozircha. Hammasi ichida deydik-ku. Shunday. Mana Umidjon, bu uyimiz Surxon sentrida bo'lgan. Mana ko'chaning bo'yida, mana bu yerda Surxon sentri, mana bu yerda Metan, Surxon sentrida qilingan. Bu uyimizga 1 yil bo'lgan qilinganiga. Oq-qora ranglarda qilib berganmiz. Endi bu nima deydi? Mana 1 yil bo'lgan bo'lsa ham hozirgi holatni bir ko'rsatish uchun bu uyimizga keldik. Oq-qora ranglarda bo'lgan. Mana Versace qilganmiz. Ichiga sariq rang spesialni berilgan. Bu oq berilmagan, sariq berilgan. So'qillar bilan qilganmiz. Biz qilib ketgandan keyin mana yerlar steshka bo'lgan, ozgina betonlar sachragan ekan. Bitta yusa. Krugovoy bo'lgan. Kvadratini endi eslolmaymiz. Qancha kvadrat bo'lgan? 1 yil bo'ldi. Bu uyimiz arqa tomonlari bilan krugovoy aylanib qilingan, so'qillari bilan. O'sha pashti shu ham shu narxda qilingan-da. Shu narxda qilingan, 90-95 qilingan. Undan o'zgargani yo'q narx. Endi sal chang bo'libdi bu uyimiz, sal suv sepib bir yuvib qo'ysa ham bo'laveradi. Zo'r. Bu tomonlarni ham bir ko'rsatishingiz mumkin, operator. Uyimiz krugovoy qilingan. Qo'parilgan joylari yo'q. Qo'parilgan joylari yo'q, hech qanday e'tiroz yo'q. Agar
Umidjon hozir sal qo'porilib bir nimadir bo'lsa-chi, uyda egalari birdan aloqaga chiqadi. Hammasi telefonimizni biladi. Ijtimoiy tarmoqda bormiz, siz bilan biz doimiy bormiz. Qoladigan odam emas bizda. O'zi sal bir e'tirozli holatlar bo'lsa, odamlar o'zlari chiqadi aloqaga. Shunda orqalari. Menimcha bu yerda hech qanday e'tirozli holat yo'q haligacha. Mana 1 yil mobaynida prosta bir yuvish kerak bo'lib turibdi. Uyda ham bemalol video qilishga ruxsat berishdi. Ruxsat berishgan, ha. Agar muammo bo'lganda, hech qanday bo'lmasligi mumkin edi. Shu hozircha zo'r. efirimiz shundan iborat. Keyingi ishlarimiz qayerda bo'lyapti? Xudo Keyingi xolasa. ishimiz nasib bo'lsa kelasi haftaga Sarosiyo uzun dinovlardan chiqaramiz, xudo xolasa. Bu yerda ham mana 3 kundan beri bora olganimiz yo'q, sovuq tushib qolgani uchun. Mana ertandan kunlar Bu isityapti. yoqlarda qor ko'proq. Ha, endi boshlaymiz, xudo xolasa. Lekin boshlab qo'yganlarimiz bor, to'xtab qolgan. O'rtoqlar, Qor kuzatib sababli. borasizlar. Kimga mana shunaqa fasadlar qiziq bo'lsa, albatta pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasiz yoki Shunday. To'lqin akamizning o'zlarining Surxon Stroy kanallari bor. Bemalol o'tib, har xil fasadlarni kuzatib borishingiz Surxon mumkin Stroy, bo'ladi. Surxon Fasad kanallarimiz bor. Ha. Bemalol o'zimiz kanalda ham qo'yib boramiz, ko'rish mumkin. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Xudo xolasa narxlari kelishiladi va Shunday. qaysi tumandan bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, kommentariyada yozing va shu tumanlardan ko'proq videolar chiqaramiz. Rahmat e'tibor uchun, charchamayizlar. Sog' bo'lasizlar.